Yaz geldi deb aldirab, qishlik kiyimni kim sağgan? Chankoroni qaytiki, g'o'ljining yozlari yolg'on. Tunagan teq 3-oy kirdi deb qo'shilgan, endi bemin qat tozlashlardan qutulgan. Shunda chiqsam talaga qat tozlashga tutilgan deb. Atiyada yana qat tozlayapman, nima qildaymi? G'o'ljining avara deyman. Bu chankorlar aldirab samanglar desa bo'lmaysa. Sizlar sağan kuzilmişda qala yig'ib ketiramasman. Qanda avalinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranchkilim Yesardan hammanglar qutlug' salomlar bo'lsin. Shunda qilib buni bino uydagilar qat tozlashdan qutulgan bilan bizga o'xshash pinfan qo'radikilar qat tozlashga tutilimiz mundaq. Shuni ular aytgan qo'p qarsam leppida qayiq ketibdi, qanchincha yerim mavo desam 3-oy deydi. Tova. Qaynanam tunugillik yoz keldi deb butun ho'ylarimlarni tozlab, rishat-pishatlarni etib, aynaklarni toza surtib ketyapti. Deplomish qaynanam chaqag'im ketib barsam yaladi. Opa talab qayiqib turib yoz kelmabdi asli deb. Yana qanchalar qatazlab bo'lamadinglarmi? Anil operativ uyanglarga safarbarlikka keltirib birdamda tozalab turdi. 2 bo'libdi. Cho'q qadiyani manda tozasanglar, mana birdamda tozalab bo'lsa ekanda. Ammo bugun ajoyib sat bo'ldi. Qiynonamning oldida jinim qizlar. Mush tuz sammayla xime jug'rimiz juma balam deydi. Ma'qul opa deb qo'limga bir siqim tuzni otdina valaq qilib sapdi. Ey qiz, nima qilyapsiz ayli deb qoldi. Abla qana qilmadi desam shuni bilan tuz sag'ayan asta bo'lib ilib oldi qaranglar. Bir uyda bir qolaymiqan adam bo'lsa, hamma odamni qolaymiqan qiltamdi deyman. Opam qiziq so'g'di ximeni bo'ldirib turib jug'rongiz ma'qul deb bir jil muzdek suvga quyib qaynonamnim saran qilyaptim jinim qizlarmiyadi. O'zinglar ko'ringlar rahmaydan ovoz bilan. Mana bu shug'ramda. Ey, bezamni qalqa bo'ldim men. Boğam ısrar şusun şişlik bunlara. Tabi xime tursam oldu. Bak sakmadı qanda. Bir sıkıntısı sevetdi, başqa. Amma men uyning bir talla kelin olib qoldim demen. 2 talla olib qolganmiz qo'ngam tepdi chiqirib o'tam tikirayman jinim ballar. Bu texma o'tkazgan eng oddiy xatoliklar jinim ballar. Hozir mushu men xatolik o'tkazay degandikan, bir kun normal bo'lsam qiynonamlar menda gumon qilib qoldi. Bugun nima bo'ldi? Kayfiyatingiz nacharmi deb. Men kayfiyatim nachar bo'lsa normal bo'lib qolmayganda, odatda men kayfiyatim yaxshi bo'lsa normal emas ekanman. Ular kallasi joyida emas vaqtlarda ishlarni xato qilsa, men kallam joyida vaqtida xato qildigimda. Shunda qilib ximenimi jug'urib bu o'tkaldan o'tib oldim. Voy, buni yangi yo'q hangdan keldim, voy, ko'mining arasidan keldim, voy, bu nimanchilar qara bu yangi yo'q. Shundam jib ketdim qaranglar, nima degan maynachilik. Yangi yo'qdan aqlaymiz balamlar devdi 5 yangi yo'q chiqibdi-ma, bishimdek yangi yo'q. Qaynonamning nazar ko'z shundalik tushib ishkini qo'yib ushnoqlat qizdi-da, yilima bir shagan oldu yana. Ey balam, nima bo'ldingiz ey? Bugun bunchalar yangi yo'qni yeb, kecha-kecha 60 frank bulg'ay degan mitingiz deydi. Yangi yo'qni chiqis qosaqni yelga to'shab ketadi deydi o ballar, shundami? Qil qapti menda, ammo qaynonam bo'lmagan bo'lsam, bir oylik ishlarga yangi yo'q yegizib, havoni bulg'ay tuqqan. Shunda qilib bugun tamoqni ajoyib jafo mushaqqatlar bilan boshlab ketyapman jinim qizlar. Go'shtlarni mendaq dumbuloq to'g'raymizga buni qo'yil ratib to'g'radim. Lekin yangi yo'q kelgan yanada saviya yetmadi. Bugun mush yangi yo'qni gapi bo'lardi yemiyada. Qiynona yangi yo'qni o'zingiz to'g'rab berib desam, shuni hamma qo'l dedi. Yangi yo'q ras gapmasam qarg'im yo'qda bayam 60 frankni gapini olib. Shunda qilib tamoq etishning rat tartiblarini oxiri tamomlatdik. Qiynonam bo'sma qazonlarni yana bir qitim yo'q. Say qo'rishni boshlab ketdi jinim qizlar. Endi bugun aytadigan tamoqimiz bo'lsa, ish qilib bir nima ekan, bu tamoqning ismini men topolmadim. Ma qo'rda odatda bilasizlar, hammalar bu qo'rdaqning to'piga yana bijim qilib, bir qozonning ichida 2 xil tamoqni bir aqli qilib, bir chalmida 2 paxtakni so'qaplab o'tirgan tamoq ekanda, bizda qo'rinlarga oson-ka bu tamoqlar. Shuni ular modli qo'shyapti men. Qo'rdaq etishdagi rat tartib qattiq o'zgarmaydigan jimo qizlar. Mushu go'shtni sap bo'lgandan keyin, piyizimizni silib, tuzimizni silib, oldindan yangoyat gullikka berib dumut pilvatgan iliq ism qo'ygan iliq 5 varlarimiz bor. Shu 5 var qizil laza, andan keyin qizartirgan bijimlarni silib, obdan qilib qo'rvatgandan keyin suyni quyib o'tib, qozonni yepib o'timiz ekanda tuvoqni. Oldin bayartin qurishlar tayyor bo'lgan o'g'ilchilik qilgan xemirimizni olib keldik. Bu xil bo'lib qapti mana ko'pib. Buning rat tartibini o'zinglamishda ko'rsizlar qizlar. Mana shunda holatda dubtiglab qilib, yo'g'on qilib yeb, nimaga yaxshi ko'rsanglar shuni solsak. Biz marketdan bir osh ko'ksep baxmabdik-ka. Bu do'yindagi Pinglun rayonidagi qizlarimiz mush osh ko'k salsanglar payz oldi degan maylabla osh ko'kni chechiblar. Turib opam bizimlarni qiplab qaranglar bu yerda. Ammo kinoning orasida
qanday qildim yerlarda odamni gap qisab qo'yib bardamni ochib osh ko'klansa mandaq qilib molla qatqizib sayno to'piga saldigo yapdiq 15 minut dumlaymizga elevatganmikin jinim bolla odatki mo'manglar emasga bu vayshi pezuldiga ondan lazringlarni so'ng piyozringlarni silib bir ikki do'miltib oliblam taqsiga mana mushta saldigan bo'lsa